أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdaşlar. Bizden bugünkü dersimiz Ebniyetul Esmail Fa'ilin vel Mef'ulin ve Sıfatul Muşebbehe biha. Yani isim fa'illarning ve isim mef'ullarning qurilmasi ve ismi fa'ilga o'xshovchi sifat, yani sifat mushabbahaning qurilmasi haqida to'xtalamiz. Musannif rahimahullah bu haqda mundaq deydi: Kafa'ilin sugh ismi fa'ilin iza min zi salasatin yakunu kaghaza. وهو قليل في فعلت وفعل غير معدا بل قياسه فعل وأفعل فعلان نحو أشر ونحو سديان ونحو الأجهر وفعل أولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل بسوال فاعل قد يغنى فعل. Bu vaqtda Musannif undaq deydi. Biz betning tarjimasi qarasak, fe'l g'azaga o'xshash 3 harfli fe'ldan bo'lsa, ismil fa'ilni fa'il vaznida yasab chiqing. U fa'il vazni fa'ula babida, yani fa'altu bo'lgan fa'ula babida, mutaaddi bo'lmagan fa'ila babida fa'il vazni oz kelidir. Balki uning qoidalik vazni fa'ildur va af'aludur va fa'landur. Ashir, sadiyan, ajhar deganga o'xshash. Fa'ula, fa'lun va fa'il fa'ulaga eng avladur. Yani fa'ulaga eng munosib qilgan fa'lun va fa'ilun vaznudur. Dakhmun va jamil deganga o'xshash. Jamil desak fil jamula bo'ladi. Endi fa'ula babida af'alu vazni va fa'al vazni azdur. Fa'ala fili ba'zida fa'ilun vaznning boshqasi bilanmi bihojat bo'ladi. Yani fa'al vazni kelgan fillarning ismul fa'ili fa'il vaznining boshqasidan keladi. Mana bu ism fa'ilning va sifat mushabbahaning 3 harfli fillardan yasalishining misollari. Endi fil ikki qismga bo'linadi. Sulasi fi'l ve rubai fi'l, fi'l sulasi ve fi'l rubai deb ikki qismga bo'linadi. Endi fi'l sulasi haqida to'xtalyapmiz hozir. Anda da avvalan biz fi'lninki babi shu beytini ko'rib o'tsak, fi'l yoki fa'ala vazni bilan keladi, yoki fa'ula vazni bilan keladi, yoki fa'ila vazni bilan keladi. Endi fi'l fa'ala vazni kelgan fi'lning ba'zisi mutaaddi bo'ladi ve ba'zisi lozim bo'ladi. Fa'ila vaznida kelgan fi'lningmi ba'zisi lozim, ba'zisi mutaaddi bo'ladi. Ammo fa'ula babida kelgan fi'l mutlaq lozim bo'ladi. Demak, mishada fi'l lozim va fi'l mutaaddi bo'lish, ism fa'il, uning vazni ism fa'ildan kelish yoki sifat mushabbahadan kelishdan iborat, buning munosabatlik bo'ladi. Shunglashqa biz bu yerda Musannif rahimahullah'ninki keltirgan beytini şerhliğimizde kefa'ilin sugh ismi fa'il, ismi fa'ilni fa'il vaznida yasab chiqing. Agar fe'l 3 harfdan bo'lsa g'azaga o'xshash dedi. Endi bera g'aza degan misolni keltirishda g'azaning ism fa'ilini g'azin deb yasaymiz. Anda da bu g'aza ikki fe'lga misol bo'ladi. Fi'l lazım, g'aza ham lazım ishiltiladi, ham mutaaddi ishiltiladi. Agar g'aza lazım degan vaqtimiz salal ma'su aqti degan ma'noda ishiltilsa, agar bu mutaaddi bo'lsa, masalan tarbiyaladi,
rabba ma'nosida keladi-ki, masalan, g'azavtu sabiy bil laban, men kichik balani sut bilan g'izolantirdim deganga o'xshash keladi. Demak, fe'l 3 harflik bo'lgan, vazni fa'ala o'tgan, uning ismi fa'ili, fa'il vazni bilan keladi. Mayli u fe'l mutaaddi bo'lsin, mayli u fe'l lozim bo'lsin. Endi bu fa'il vazni fa'ala fe'l vaznida kelgan fe'l fa'il vaznida ism fa'il yasalishi fa'ala vaznida kelgan fe'l lozim va fe'l mutaaddilarda mavjud bo'lganiga o'xshash. Bu fa'il vazni fa'ula babida kelgan fe'llarda mavjud va mutaaddi bo'lmagan fa'illarda mavjud. Yani va g'ayr mutaaddindigo mutaaddi bo'lmagan fa'ila dimi mavjud va fa'ula bo'lgan mutlaqan lozim keladigan fe'lda mavjud. Endi fa'ulada va huwa qalilun fi fa'altu dedi. Yani u fa'il vazni fa'altu da az demek çoğunu fa'ula babida kelgan lozim fe'llarning bu fa'ilin vaznida ism fa'il keladi demakchi. Masalan, tahuradin tahirun kelganga o'xshash. Va fa'iladimi azdur g'ayr mutaaddi bo'lgan fa'ila dedi. Anda bo'lsa mutaaddi bo'lgan fa'ilada allaqachon fa'ilun vazni keladi. Masalan, fahima fahimun deganga o'xshash, nadima nadimun deb kelganga o'xshash. Mutaaddi bo'lgan masalan fahima dega o'xshash mutaaddi bo'lgan fa'ila babida kelgan fe'lning u allaqachon fa'ilun vaznida ism fa'il keladi. Ammo mutaaddi bo'lmagan fa'ila vaznida kelgan fe'lning mu ism fa'ilun vaznida ism fa'il keladi. Masalan, salima salimun deb kelganga o'xshash. Lekin keladi qalil. Asli qanday kirish kerak desa, bal qiyasuhu fa'il. Balki buning asli qoidalik vazni ism fa'ili, balki buning qoidasi asli fa'il vaznida va af'al vaznida va fa'lan vaznida kirishlaydi. Masalan, ashiradan ashir chiqqanga o'xshash, sadiyadan sadiyan chiqqanga o'xshash, jahiradan ajhar chiqqanga o'xshash. Fa'ila vazn shu fa'ula. Endi fa'ulaninki cho, masalan fa'ulaninki mu af'al chiqdi. Hamura ahmar chiqqanga o'xshash. Endi fa'lun va fa'ilun fa'ulaga avladir. Fa'ulaning asli fa'lun vaznida chiqish va fa'il vaznida chiqish avla. Fa'ulaning asli masalan zahumadun dakhmun, jamuladun jamilun deb chiqqanga o'xshash bunda chiqishi avladir. Fil jamula bo'lganda. Endi mushu fa'ula babida af'al vaznida kelish ve fa'al vaznida kelish bor, lekin az. Masalan, fa'ula babida kelgan fe'l hamura ahmar deganga o'xshash. Hamuradan ahmar chiqqanga o'xshash. Endi fa'al vaznida mi keladi dedi? Bu fa'ula hasuna hasanun deb kelganga o'xshash. Fa'ala hasuna hasan. Ve bisvel fa'il qad yaghna fa'al. Fa'al fa'ala vaznida kelgan fe'l. Fa'aldan maqsad fa'ala vaznida kelgan fe'l fa'il formulasining boshqasi bilan behojat bo'ladi. Yani fa'ala vaznida kelgan fe'llar ba'zi vaqtda fa'il vaznining boshqasining uning sifatlari keladi. Masalan, taba asli tayyaba bo'lsa tayyibun deb chiqqanga o'xshash. Shaha shayxun deb chiqqanga o'xshash. Endi shaba ashyab deb chiqqanga o'xshash. Shunda fa'ala vaznining fa'ildan boshqa formulasi bilan keladigan ahvol bor deb musannif rahimahulloh mana bu yerda sifat mushabba va ism tabzillarning 3 harfli fe'ldan yasalish shaklini ko'rib so'z dedi, biz buni ko'rib o'tdik. Endi biz bu yerda diqqat qilishga arziydigan yani ba'zi nuqtalar bor. Biz hozir deb o'tdik, agar fe'l fa'ala vaznida bo'lgan bo'lsa, ism fa'ili fe'l mutaaddi bo'lsin yoki lozim bo'lsin, fa'il vazni bilan keladi. Zaraba zaribun,
deganga o'xshash, jalisa jalisun deganga o'xshash, xaraja xarijun deb chiqqanga o'xshash. Ammo fe'l fa'ila vazni kelsa, agar mutaaddi bo'lsa, shartsiz ism fa'il vaznida keladi. Rakiba rakibun, shariba sharibun. Agar lozim bo'lib qolsa, ism fa'ilning fa'il vaznida kelishi az. Lekin kirdi. Masalan, Salima Salim deganga o'xshash kirdi. Lekin az, boshqa vaznda kirdi. Endi fe'l fa'ila vazni kelsa, biz hozir fa'ilaning muannisi shu fa'ila vazni kelgan fe'l, shu fa'ila vazni kelgan fe'lning ila shu fa'ila vazni ayolliqi fa'la chiqadigan, masalan biz dedik fariha farhun, farahun chiqqan, farihun chiqqan. Masalan fatina fatinun, fariha farihun deganga o'xshash bunda vaznlarda keladigan ahvollar bor. Biz endi buni diqqat qilib biz bu yerda nima qiladigan, diqqat qiladigan bir nuqta bor. U bo'lsa ism fa'il bilan ism maf'ulning o'rtada qanday farq borda degan bir masala o'tirib qo'yiladi. Ammo ism fa'il bilan ism maf'ulning aniq farqi inshaalloh sifat mushabbada o'tirib qo'yiladi. Endi mushu fa'ala vaznida keldi dedik. Hasun masalan fa'ulaning fa'ula vazni kitqini dedik. Masalan hasunadan hasanun, batuladin batalun chiqqanga o'xshash. Bundan boshqa alayda mujmalliyalar bo'lmaydi bu darsningki. Bu darsning ayti oson, ammo biz diqqat qiladigan bir yeri bor. Zodi sifat mushabba bilan ism fa'ilning vaznini qanday farqlantiramiz deganda, endi musannif rahimahullohning ko'z qarashida Ibn Malik rahimahullohning ko'z qarashiga beytda o'tirib qo'yilgani shu so'zlangan vaznlarning hammasini ism fa'il demakchi. Mayli uning fa'il qanday chiqishdan qat'i nazar. Ammo ish unday emas. Bu burunqi qadimqi ulamolarning atalg'usi bayamqidan iborat. Ya'ni bayamqi darslarimizning hammasida ism fa'il deb atadimiz hammasini. Mayli u fa'ilun vaznida kelgan bo'lsin, yoki fa'il vaznida kelgan bo'lsin, mayli af'al vaznida kelgan bo'lsin, mayli fa'lan vaznida kelgan bo'lsin, yoki af'alu, ya'ni shu nima fa'al vaznida kelgan bo'lsin yoki fa'il vaznida kelgan bo'lsin, hammani ism fa'il deb atadi. Amaliyati undaq yo'q, undaq emas. Balki fa'ilun vaznida kelganni ism fa'il deymiz. Qolgan vazning birini biz bu yerda sifat mushabbah deb ataymiz. Fa'il vazni kelgan ism fa'il, uning g'ayrida kelgan sifat mushabbah vazni jihatda. Mayli fil mutaaddi, mayli fil lozim bo'lishdan qat'i nazar, fil lozim deyli, mutaaddi fa'il vazni kelsa ism fa'il, uning g'ayrida fa'il vazining g'ayrini bo'ldimda, fa'il vazining g'ayri fa'il, af'al, fa'lan, fa'il, fa'al din ibaret müşxil vaznlar bu sifat mushabbaning vazni deb qaraymiz biz. Şu fa'il buni müşxil holatda farqlantirib olsak bo'ladi. Endi navbatda bizning ko'makchi bo'lganimiz ism fa'il va ism maf'ullarning ucharlik fillarning g'ayridan yasalishi. Biz bayan so'zligimiz ism fa'illarningki va sifat mushabbalarning 3 harflik fildan yasalishi bo'lgan bo'lsa, endi 3 harflik filning g'ayridan yasalishi haqida to'xtalamiz. Bu haqda musannif undaq deydi. Wazinatul muzari' ismu fa'ili min g'ayri salasi kal muwasili ma'a kasri ma'luwil akhir mutlaqa wa damm mim zaidin qad sabaqa wa in fatahta minhu ma kana kasar sar ismu maf'ul kamislin muntazar. Endi şu 3 harflik filning g'ayrining ismil fa'ili fil muzari vazni bo'ladi, muvasil deganga o'xshash. Oxirqisining oldingi harfni mutlaq holatda kasr o'qimoqlik bilan va ilgari kelgan ziyoda mimni pash o'qimoqlik bilan. Bu nima demakchi desangiz, ismi fa'il yasashda
pil muzari vazni bilan yasaymiz. Masalan, akrama yukrimu üç harflik pilning g'ayri ism fa'ili mukrimun yasaymiz. Yasashda akrama yukrimu pil muzari vazni hamda uning harfi muzarining o'rniga pesh o'qiluvchi mimni almashtiramiz. Oxiridan oldin qarab zir o'qilgan bo'lsa zir o'qiymiz, zir o'qilmagan bo'lsa zir o'qiymiz. Shuning bilan mukrim bo'ladi. Shunda de 3 harflik pilning g'ayrining ism fa'ili pil muzari vazni bo'ladi. Muvasil deganga o'xshash. Oxir qaribning oldin qaribni kasr o'qiymiz mutlaq. Asli kasr o'qilgan bo'lsin mayli, asli kasr bo'lmasa kasrga o'zgartirib kasr o'qiymiz. Va damm mimin zaidin qad sabaqa degancha ilgir 5 kelgan ziyoda mim deganimiz zaid mim bo'lgan. Ziyoda mimni pesh o'qimoqlik bilan. Endi bu yerga mimni zaid deyishi pilning asli harfi emas demakchi. Muvasil esa vasila yuvasilu bo'ladi, pilning asli harfi emas muvasil. Va in fatahta minhu ma man kasar. Agar siz uningdan shu ism fa'ildan kasr o'qilganini fata o'qisangiz, kasr o'qilgan mukrimdiki rani, muvasildiki suhatni mush kasr o'qilganini fata o'qisangiz, u xil vazni ism fa'il vazniga o'zgaradi. Mukrim mukram, muvasil muvasal deganga o'xshash, muntazir muntazir deganga o'xshash deymiz. Mana bu sulasi mujarratdan ve sulasi maziddan ism fa'il ve ism mef'ullarning yasalish shakli. Ve ismu mef'ul sulasi tarat zinatu mef'ulun ka'atin min qasad. Ve nab naqlan annahu zu fa'il nahwu fatatin aw fatan kahil. Üç harflik pillarning ism mef'uli da mef'ul vazni umumlaştı. Üç harflik pillarning ism mef'uli de mef'ulun vazni umumlaştı bunu da. Mesela kataba yaktubu maktubun, daraba yadrubu madrubun deganga o'xshash, fahima yafhamu mafhumun deganga o'xshash ve qasadadin kelgan maqsudun deganga o'xshash. Ka'atin min qasad qasadadin kelgan maqsud deganga o'xshash. Demek üç harflik pillarning ism maf'ul vazni chiqdi ekan. Va nabi naqlan anhu zu fa'il. Endi mush maf'ulun vaznida kelgan üç harflik pillardan kelgan ism maf'ulun vaznidagi ism maf'ulga fa'il vazni mu samai holatda naib bo'lib keldi. Ve nab naqlan anhu degan gap nab fa'il vazni mush ism maf'ulga naib bo'lib keldi. Bu şu samai bo'lgan holatda palani pilni degan olmaydi, arablarda ishlatilgan bu. Bu mesela fatatin kahilin fatan kahilin degan o'xshaydi. Demak, bu fa'il vazni muzakkar muannasga o'rtaq bo'ldi. Masalan, qatil maqtul ma'nosida, hamid mahmud ma'nosida, kahil makhul ma'nosida bu er ayolga o'rtaq ishlatildi. Fatatin kahil fatan kahil deganga o'xshash ism maf'ul ma'nosida bo'ladi. Bu shu fa'il vazni er ayollikqa o'rtaq ishlatildi. Shundaqla ism maf'ul ma'nosi bilan ishlatildi. Hamid mahmud deb keldi. Qatil maqtul, jarih majruh ma'nosida kelganga o'xshash. Mana bu ism fa'illarning shu vazni ko'rsatib turadi. Endi shu baytda naqlan degan bir iborat bor. Naqlan degani sama'an anil arab demakchi. Arablardan anglangan la yuqasu alay qiyos qilinmaydi, lekin yuhfaz. Bu yodi ilinadi demakchi. Endi biz navbatda ko'rmoqchi bo'lganimiz sifat mushabbah bismi fa'il. Ism fa'ilga o'xshaydigan sifat haqida to'xtalamiz. Sifatus tuhsina jarru fa'ili ma'nan bihal mushbihatu isma fa'ili. Endi navbatda shu sifat mushabbahning alomatini ko'rib o'tamiz. Sifat mushabbah degan nima? Sifat mushabbah bilan ism fa'ildagi alohida farq qanday bo'ladi degan haqda yana to'xtalamiz. Ma'nan
ma'nan faili o süpet bilen zir oquluşu çıraylık boğan süpet ismi failge oqşuğucu süpetdir. Yine süpeti müşebbe ismi faildir. İsmi failge oqşuğucu süpet deymiz. Demek süpetun bir süpet ba. O süpet bilen ma'nan faili zir oquşu çıraylık boğan süpet. Muşu süpet nima? İsim failge oqşuğucu süpet deymiz bunu. Bunun ismi süpeti müşebbe ismi fail. Anda olsa mana bu süpti müşebbenin alameti. Süpti müşebbenin alameti nima ekan desa süpti müşebbenin ama alameti ma'nan fa'ilinin muzafili olab ziruqlish ekan. İsmi fa'il ma'nan fa'ilga ma'nan fa'ilga muzaf bo'lib fa'ili muzafili olab ziruqlib kelmaydi. Ama süpti müşebbenin fa'ili ma'nan fail muzafil olup labzan zir oqilib turadi. Labzan majrur mahallan marfu degili bo'ladi. Şoňa süpti müşebben degan nima desa, endi yine undan başka süpti müşebbenin zor farqli yeri. Ma'na jihati farqli biri. Süpti müşebbe bu tajaddudu vudus qidalalat qilmaydi, davomi subut qidalalat qiladi. Süpti müşebbe bu ütümsiz pillardan yasaladi. Bütümsiz pillardan yasaladi. Mevsupta mevcut qaim bo'lgan ma'noni bildiradi, davomi subut ma'nosiga asosan. Masalan, Zaydun Hasanul vajhi desak, Zayd yüzü chiroylik desak, yuzning chiroylikligi davomlashquchi o'ti. Zaydun qaimun desak, Zayd yurtug'uchi desak, endi yurtirish degan davomlashmaydi. Şuna süpti müşebbenin ma'na jihatidagi farqi nima va i'robi jihatlardagi va grammatikal qoidalardagi farqlari ism faillar nima deganda buning farqlari ma'na jihatidagi farqi süpti müşebbe davomi subut ma'nosini bildiradi, ism fail tajaddud vudusni bildiradi. Farq mana mushu. Endi ism bu o'xshashib ketgan yerlari bor. Ism fail tasniy jami bo'lganga o'xshash, muzakkar muannas bo'lganga o'xshash, süpti müşebbe tasniy jami muzakkar muannas bo'ladi. Bu jihatda o'xshib ketsa, endi yine qurilma jihatda o'xshamaydigan yeri ism fail ma'nan failiga muzab bo'lmagan bilan süpti müşebbe ma'nan failiga muzab bo'lib, faili ma'nan fail labzan majrur zir qilgan ahvol bor. Buni bu ism failga o'xshovchi sifatning ism faildan farq turadigan yeri. Endi süpti müşebbeni qandaq yasaymiz degan bir gap chiqadi. Süpti müşebbeni qandaq yasaymiz desa, süpti müşebbenin yasılışı ve süpti müşebbenin zamanı bilen ism failning zamanidagi farqlar chiqadi yana. Wa sawghuhu min lazimin lihadiri katahiril qalbi jamiliz zahiri. Süpti müşebbenin yasılışı pili lazımdındır. Hazırki zaman üçündür. Tahiril kalbi cemiluz zahiri. Kalbi pak, taşqi ko'rinishi chiroylik degan o'xshash. Unda bo'lsa, süpti müşebbe nimadan yasalgan? Min lazimin, min fi'lin lazim din yasaladi. Li zamanin hazir, hazırki zaman üçün yasaladi, ama ism fa'il o'tgan zaman ma'nosini bildirdi, hozirgi zaman ma'nosini bildirdi, kelgusi zaman ma'nosi bilan ishlatiladi. Masalan, tahirul qalbi desak, tahir, endi bu yerda tahirul qalbi jamiliz zahir deb keltirishda, tahirul qalbini shir süpti müşebbe demakchi, jamiliz zahirini biz süpti müşebbe demakchi. Bu siz anda bo'lsa bir savol chiqadi, tahirul qalbini siz bayan fa'ilini vaznida kelgan ism fa'ilni nima deysiz? Ism fa'il deymiz. Fail vezni g'ayrida kelgan süpti müşebbe vezni deymiz desa, lekin Musannif rahimahullohning nazarida fil mutaaddidin yasalg'ini qandaq vezni kirishdan qat'i nazar ismi fail bo'ladi, fil lozimdan yasalg'ini qandaq vezni kirishdan qat'i nazar süpti müşebbe bo'ladi deb keltirilgan misol. Wa amalu ismi fa'il al muadda laha ala al hadd allazi kahudda. Endi navbatdagi bayt bu bayt ism fa'ilning amal haqqida to'xtaladi. Ism fa'ilni amal qila olamdi desa, ism fa'ilmi fa'ilni
peş uqtudu yoki fa'ili muzaf ilayhi labzan ziru quludu yoki bir maf'ul tutgan mutaaddi filga o'xshash amal qilgan ahvol bor. Bir maf'ul tutgan. Amalu ismi fa'il muadda dedi. Bir maf'ulga o'tkichi ism fa'ilning amali. Bir maf'ulga o'tkichi ism fa'ilning amali sifat mushabba uchun sabitdir. İsmi fa'ilda şart etilgan shartlarga asosan alal haddillezi qahudda dedi. Qahudda. Şart etilgan shartlarga asosan nima shart etilgan alal haddillezi qahudda bismi fa'il. İsmi fa'ilda shart etilgan ya nafiga yulinish, ya mubtadaga yulinish, ya sohibil halga yulinish, ya mavsuqqa yulinish deganga o'xshash mushundaq ismi fa'ilda shart etilgan şartga asasen bir maf'ulga o'tkichi ismi fa'ilning amali sifat mushabba uchun sabit. Deganimiz sifat mushabbamu o'zining fa'ilini pesh maf'ulni zo'r o'qitgan ahvollar bor demakchi. Ammo ismi fa'ilga o'xshamaydigan yana bir tarafi va sabqu ma ta'malu fihi mujtanab dedi. Sabqu ma ta'malu fihi mujtanab va kawnuhu za sababiyatin vajib. İsmi sıfatı müşabbaning ma'muli sıfatı müşabbadan ilgiri kelmaydi. Ama ismi fa'ilning maf'uli undan ilgiri keldi. Masalan, Zaydun zaribun amranni, Zaydun amran zaribun degili bo'ladi. Ammo wasabqu ma ta'mal sıfatı müşabba inda amal qilgan narsaning ilgiri bo'lishi cheklangan degan gap sıfatı müşabbaning ma'muli sıfatı müşabbadan ilgiri kelsa bo'lmaydi. Masalan, Zaydun hasanun vajhan yoki Zaydun hasanul vajha desak Zaydun al vajha hasanun deb kelmaydi demakchi. Va kavnu za sababiyya vajib va usfut mushabbaning fa'ilining sababiyat egasi bo'lishi vojib. Ya'ni usfut mushabbaning nimasininki ash ma'mulining sababiyat egasi bo'lishi vojib dedi. Endi biz buni anavatda ko'rsak demek sıfat-ı müşebbe bu rab'i ve nesbe halette emel kılıdı. Fa'ilini peş, mef'ulni nesbe okudu. Rab'i okulganlığı onun fa'il okulganlığı asasen bolsa, nesbe okuluşu o mef'ulun bihqi okşuganlığı asasen o sıfat-ı müşebbe'den kinkelgen ma'mul, ma'rif olsa mef'ulun bihqi okşab nesbe okuludu. Mesela Zaydun hasanul vecihə degen okşaş. Ve sanun el-veceh degan o'xshash. Nakir olsa tamizga o'xshab turib nasb o'qiladi. Zaydun hasanun vajhan degan o'xshash. Endi sifat mushabba yana shu ism fa'ilda shart etilgan ism fa'ilda aniq shart uni sharti ilgari o'tdi. Ism fa'ilda ilgari o'tgan shu shartlar asosida amal qiladi. Bu 5 o'tib bo'lgan. Endi ism fa'ilga o'xshamaydigan tariflarni bayon deb o'tdim. Yana bir takrorligimizda ism fa'ilga o'xshamaydigan tarifi fil lozimdan yasuludu sifat mushabba. Masalan, hazal qari'u hasanus sauti deganga o'xshash. Bu qarining ovozi chiroyli deganga o'xshash. Ikkinchisi bu hozirgi zaman uchun yasuludu. Üçüncüsü davamı subutni bildirudi degan bo'ldi. Endi bu yerda diqqatimizni tortadigan yana bir nuqta borki, ism sifat mushabba o'zininki shu ism fa'ilga o'xshash amal qildi, shart etilgan shartlarni asos qilib turib dedik. Masalan, Zaydun hasanun al-vajha desak maf'ulun bihi o'xshatib biz o'qitdi. Ya temizlik hasan al-vajhan degan o'xshash shunday bo'lsa bo'ladi. Ammo yana buningki eng diqqat va sabqu ma ta'malu fi mujtanab degan gap bilan aytib aniq va kawnuhu za sababiyatin vajab degan nima degan gap bo'ladi degan gap chiqdi. Endi demak sifat mushabbaning nasblik ma'muli sifat mushabbaga ilgari kasb bo'lmaydi. Masalan, akhuka hasanun ra'yahu بالنسبة أخوك رأيه حسن degan go'shaki أخوك حسن الوجه
deganda asanu akhuka al-hajja hasanun deb kasb bo'lmaydi. Ammo ism fa'ili kasb bo'ldi. Masalan, Xolid katibun ad-darsa. Xolid ad-darsa katibun deb kasb bo'ldi. Yana bir tarafi o sıfat müşabbaning ma'muli masalan sababiy bo'lish kerak dedi. Sababiy bo'lish kerak degan gap ajnabiy bo'lsa bo'lmaydi degan bo'ldi. Ism maf'ulning sıfat müşabbaning ma'muli ajnabiy bo'lmasin, balki sababiy bo'lsin. Anda bo'lsa, sababiy degan gapning maqsad nima desa, ya'ni shu uning ma'muli o'zining sohibiga sifat mavsufi qaytatgan zimirga tutashgan ismi zahir usulidir demakchi. Masalan, Zaydun Hasanun Zaydun al-Hasanu vajhuhu. Yoki Zaydun Hasanun vajhuhu desak, yoki Jaa Zaydun al-Hasanu vajhuhu. Jaa Zaydun al-Hasanu vajhahu. Jaa Zaydun al-Hasanu deb keldim shada alaqi Jaa Zaydun Jaa ar-rajulu al-Hasanu vajhihi degan o'xshash bunda keldi. Endi mana shuningda sababi deganimiz shu vajhudagi zimir zaydga qaytganligi uchun bu sababi deymiz. Ammo zaydga qaytmasa ajnabiy bo'lib qoladi. Hozir Jaa Zaydun al-Hasanu vajhu desak, vajhu degan shu Hasanning fa'ili bo'lib rafi qildi. Jaa Zaydun al-Hasanu vajhu desak, vajhu maf'ulun bihi o'xshab nasb qildi. Mishadi biz buni vajhu degan ma'mulni sababi deymiz, ajnabiy demaymiz. Sababi deyishimizning sababi chunki u mavsufga qaytatgan, zaydga qaytatgan zimirga muzab bo'lib kelganlik uchun, zimirga tutishab kelganlik uchun buni biz sababi deb ataymiz. Ammo ism fa'ilda uning ma'muli ajnabiy bo'lsin bo'ladi. Ajnabiy bo'lsin bo'ladi, sababi bo'lsin bo'ladi deb qaradi. Sababi bo'lish, ajnabiy bo'lish unda faqat farq yo'q. Mavsufning zimir uni qaytish yoki uni qaytmaslik bunda farq bo'lmaydi. Mesela al-asi muzlimu vajhuhu desak, bunu bu asining yüzü qara desak, bu çağda bu sababi bo'lgan bo'ldi ma'muli. Endi ma'muli o shu ma'muli ajnabiy bo'ladi. Ba'zi chaqda boshqaligi misolni keltirsak, biz odatda al-muttaham yoki Muhammad yoki Zayd muttahim Muhammad al-muttahim Sadiq Ahmad desak, mushada o sababi olanmagan bo'ladi. Sababining g'ayri bo'lgan bo'ladi. Chunki u yerda uning mavsufi qaytatgan zimir bo'lmaganlik nuqtasidan. Shu sababiy bo'lish, g'ayri sababiy bo'lish degan gap faqat lam shu mavsufga qaytatgan zimirga ma'mul tutashgan bo'lish yoki uningga tutashmagan bo'lishdan farq qiladi. Masalan, hazar rajul sahlul xalifa desak, endi bu shu hazar rajul sahlul xaliqa. Hazar rajul sahlul xaliqa desak, bu naytim shu xaliq yaratilishi nayati yaxshi, tabiiy yumshoq degan ma'no chiqdi. Mana bu yerda bu nima bo'ladi desak, ism mavsul qaytatgan, nima? Mavsuf qaytatgan zimir bo'lmagan bilan ilib lam qo'shilib keldi. Bizim bayam dedik, Zaydun al-Hasanu vajhuhum bo'lsin butu, Zaydun al-Hasanu al-vajhu kasim bo'ladi. Ya'ni sababi bo'lish cho'qim mavsuf nima ma'mul mavsuf qaytatgan zimirga tutashgan bo'lish yoki ilib lam qo'shilib kelgan bo'lsin bo'ladi. Bu chaqda uni hech qanday cheklamaga uchirmaydi. Mana shu gap aniqlansa, qolgan masala bunda nayt aniq. Lekin bizga diqqatimizni tortgan yeri tuvandagi masala. Sifat mushabbaning ma'muli
ve onun ahvalları ve onun i'rabları hakkı toxtalamiz. Anda olsa bu nahayeti asal chigishroq. Farfa biha wansib ve jurr ma'al ve dun al mashub al ve mattasal. Biha mudafan aw mujarradan ve la tajrur biha ma'al suman min al khala. Ve min idafatin li taliha ve ma lem yakhlu pahve bil cevazi husima. Siz sübtü müşabbe bilen sübtü müşabbe ilip lam kuşulap kelgen sübtü müşabbe bilen ilip lamlık boğan ma'mul ne? Yani parpa biha siz sübtü müşabbe arqılık ma'al ilip lamlık kelgen sübtü müşabbe bilen dun al ilip lamsız kelgen sübtü müşabbe bilen rafi uqun nasbi uqun ve jar uqun deydi. Varfa biha wansib ve jurra ve ma'al ve dun alda bir toxtalamiz. Yani sübtü müşabbe bilen rafi uqun, sübtü müşabbe bilen nasbi uqun, sübtü müşabbe bilen igi zir uqun, igilikli keltiring nimene? U sübtü müşabbe ma'al ilip lamlık kelgen holatda ve dun al u sübtü müşabbe ilip lamsız kelgen holatda. Demek sübtü müşabbe'nin istimali ya ilip lam bilen keladi. Zaydun al-Hasanu degan jaa Zaydun al-Hasanu deganga o'xshash. Yoki nakira kiradi jaa rajulun hasanun deganga o'xshash nakira holat ishiltirdi. Endi uning nimani rafi o'qitdi, nimani nasb o'qitdi, nimani jar o'qitdi desa, o'zining mashhub al ilib ma'mulini fa'ilim deb marfu o'qitdi. Ma'mulini maf'ulun bihi ya tamizim deb nasb o'qitdi. Yoki ma'mulini muzafin ilyamde deb igilik kirishni keltiradi. Anda olsa uning ma'muli qanday keladi desa, ma'muli 6 xil holatda keladi. Ma'mul demak sübtü müşabbe 2 xil holat ekan. Sübtü müşabbe iliplamliq kelish ve iliplamsız kelish bu 2 oldu. Uning ma'muli 6 xil holatda keladi. Anda olsa iliplamliq holatda sübtü müşabbe mu sübet mu iliplamliq ma'muli 6. Bu bir bo'ldi. Sübti iliplamsız kirish yana bir bo'ldi. 2 xil holat bo'ldi. Har birisining 6dan bo'lsa 12 bo'ladi. 3 xil i'rob bilan jami 36 bo'ladi. Demak, sübti müşabbening umum bir yerki misolini tafsili chiqarsak 36 xil misol chiqadi. Qanday 36 xil chiqadi desangiz, sübti müşabbeningki yüzü iliplam bilan kirish bir al-Hasanu deganga o'xshash. İliplamsız kilishi bir hasanun deganga o'xshash. Endi uning ma'muli 6 xil holatda keladi. Ma'muli. Birinchi xil holat ma'muli iliplam bilan kirish. Ma'muli iliplam bilan kirish deganimiz Zaydun al-Hasanu al-Wajhu deganga o'xshash. Mana biz hozir Zaydun al-Hasanu al-Wajhu bir keldi. Ve masuba al degan mana shu. Ve mattasala biha muzafan aw mujarrada. Ve şu sıfatı müşabbaga muzab bo'lib tutuşab kelginni rafi o'qitdi ya nasb o'qitdi ya jar o'qitdi demito. Ama sıfatı müşabbaga tutuşab kelgan narsa ya fa'il bo'lib rafi ya maf'ul bo'lib nasb ya muzab bo'lib jar o'qildi. Muzab bo'lib qolgan holatlarda buningdan 4 xil misol chiqadi. Mashub al iliplam qo'shilib kelgan misoli 1, muzab bo'lib kelgani 4, jami 5. Ev mujarradan yoki usbti mushabbaning ma'muli iliplamdan va izofatdan xoli bo'lib keldi, jami bundan 6 deymiz. Tafsil misol. Masalan, biz Zaydun degan mahzub al-ma'rifning misoli al-Hasanu al-Wajhu mashuba al bo'ldi. Endi ve mettasila biha muzafen degan o yoki ma'mulu muzab bo'lib keldi deganda muzab bo'lib kelganda ya iliplanning ismi muzab bo'lib keldi. Masalan al-Hasanu al-Wajhu bir misol bo'lgan bo'lsa, al-Hasanu wajhul ab ikkinchi misol. Üçüncü yine muzab bo'lib al-Hasanu wajhuhu üçüncü misol. Al-Hasanu
vechu gulamihi. Dördüncü misal. El hasanu vechu ebin. Beşinci misal. Altıncı misal kalsı. El hasan ev mucerreden dedi. İliplama izapetten hali. El hasanu vecihen. Altıncı misal. Demek iliplamlıkta altı misal. İliplamsız halette altı misal. Cami 12 misal. Rab iliki 12. Nasb iliki 12. Ve mecrurliki 12. Cami 36. Digenimiz mana bu şu. Ev mucerreden deb to'xtalmoqchi edi. Buni aytdi. Demak, mishada sharhila degan ikki dona so'z bor. Va mattasala biha mudafan aw mujarrada. Masuba iniq masuba degan ma'muli ilmliq kelgan ma'muli ilmliq kelganning misoli. Masalan, al hasanu al wajhu yoki hasanul wajhu. Hasanun al wajhu. Masalan, jaa Zeydun el-Hasanu el-Vecuhu. Câe raculun hasanun el-Vecuhu degan go'shi masubal. Ve mettasile biha mudafen degan bu sal shunun da sal mujmallik ba. Shu sifat mushabbaga tutishab kelgan ma'mul muzab bo'lib kelgan holatda dedi. Muzab bo'lib kelishi u ma'mul yoki ilib lam naqsim muzab bo'lib keladi. Masalan, al-Hasan vajhul abi. Ashri ma'mul qasi vajhi al-abi. Yoki ashu ilib yoki zimirga muzab bo'lib keladi. Al-Hasan vajhuhu deganga o'xshash. Yoki zimirga o ma'mul zimirga muzab bo'lgan ismga muzab bo'lib keladi. Al-Hasan vajhu g'ulamihi deganga o'xshash. Yoki faqat bir nakir ism o ma'mul nakir ismga muzab bo'lib keladi. Al-Hasanu vajhu abin deganga o'xshash. Demak, muzafandan 4 misol chiqdi. Mujarradan degan xoli, yana qashlangan. Nima degan desa, muzabmu bo'lib kelmagan va ilib lamma qo'shilib kelmagan al-hasanu vajhan yoki vajhun yoki vajhin deganga o'xshash. Buni jami bu 12, umumisi 36 deganimiz shu. Endi mushu 36 misolning hammasi durustmi desa, yo'q. 36 misolning ba'zi mumtani'lar bor. Shu musannif bu haqda mundaq deydi. Wa la tajrur biha ma'a al-suman min al-khala wa min izafatin litaliha. Mushada ve siz o sıfat bilen ma'al aşu iliplam bilen kelgan sıfat mushabba iliplamlik kelgan holatda al-hasan deb sıfat mushabba iliplamlik kelgan holatda shu sıfat mushabba bilen iliplamdan xoli kelgan ismni zir o'qimang deydi. Al-hasanu vajhin deb keltirsangiz bo'lmaydi. Demak, sıfat iliplamlik kelib onun muzafilli iliplamdan xali holatda kelib bunda izofa shakllantirsangiz bo'lmaydi. Al-hasanu vajhin degan o'xshash keltirsangiz bo'lmaydi deydi. Va min izabatin litaliha va shu iliplam qo'shilgan ismga iliplamlik ismga muzab bo'lishdan xali bo'lib qolgan ismni zir o'qimang dedi. Unda bo'lsa al-hasanu vajhu vajhi abin deb keltirsangiz bo'lmaydi. Chunki vajhi degan ma'bul iliflamdan xoli bo'lib qolgan ism muzab bo'ldi. Shunga bu yerda mumtani hozir al-hasanu nima? Al-hasanu vajhin durust emas. Al-hasanu vajhi abin mu ham durust emas. Va shundaqla iliflamlik ismga muzab bo'lgan bulanmagan iliplamsız ismga muzab bo'lganligi uchun iliplam ismga muzab bo'lishdan xoli bo'lib qolganlikdan zir o'qsaq bo'lmaydigan bo'ldi va shundaqla iliplamdan xoli bo'lgan nakir ismga muzab bo'lsa ham bo'lmaydigan bo'ldi. Masalan, al-hasanu vajhin la yajuz al-mumtani al-hasanu vajhin la yajuz al-hasanu vajhi abin mu la yajuz deb qaraymiz. Chunki mavsufda iliplam bo'lganligi uchun. Ve onundan başka biz bunun da yine durust bo'lmagan şekli al-hasanu vajhi mi durust olmaydı. Al-hasanu vajhi deb izafet keltirishim durust olmaydı. Çünkü vajhideki zimir iliplamlik ism. Bunun durust olmaslık misali var. Jaa Zeydun
Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi durus emas. Ama ca'a er-raculu hasanun ca'a er-raculu el-hasanu vecihi durusudu. Çıksın misali fark var. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi durus emas. Ama ca'a er-raculu el-Hasanu vecihi durus. Çünkü yerge el-Hasanu vecihi degan zimir ilip lamlık sınıqa qaytqanlıq üçün durus. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi durus olması erge zimir ilip lamsız ismga qaytqanlıq üçün durus bulmaydı dep qaraymiz. Ve aynı bir xil şekli durus emas ki ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi gulamihi durus emas. Umumeten aytqanda 36 misalının tötü mumtani oludu. Yine bu mumtani olan şekli qasırlısınız. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihin la yecuz durus emas. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi ebin mi durus emas? Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihihi mi durus emas? Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihi gulamihi durus emas. Ma töt halet durus emas. Anda olsa Rab'ilik halıtıda 13 xil, nesbilik halıtı 13 xil ama mecurlik halıtı 2 xil oludu. Anda olsa bu yerde umum halet 30 xil olup her birisi 36 xil, Rab'ilik 12, nesbilik 12, mecurlik 12. Ama mecurlikten bu yerde tötü çekilinidu. Ama mevsup iliplamsız kese. Bir şey musannif deydi hazır. Fela tecrur ve la tecrur biha ma'al sümen min el khala ve min izafen li taliha dedi. İliplamdan hali boğan isimni süpetni iliplamlık keltirip aldırıp muzab kılsız olmaydı. El-Hasanu vecihin degen okşaş. Ya iliplamlık isimga muzab buluştun hali olap kalgan isimni. Yani muzabın ma'muli iliplamlık isimga muzab boğmagan bolsa onu zırhı kusunuz olmaydı. Zeydun vecihu hasanin Zeydun el-Hasanu vecihi ebin degen okşaş kesip olmaydı. Vecihi dep kesim olmaydı. Vecihi gulamihi dep kesim olmaydı dedi. Ve ma lem yahlu ve fehve bil cevazu husima. Mubada o hali olmasa yani aşunun ki muzafın iliye ma'muli iliplan bilen kese. El-Hasanu vecuhu degen okşaş. Ya ki iliplamlık isimga muzabbelab kelganmiz El-Hasanu vecuhul ebi degen okşaş. Munda kelgan bolsa durust bilen belgi qo'yildi deydi. Ama biz bu yerda diqqat qilishga arziydigan tirpi nima deganda bizning diqqat qilishga arziydigan fa'illik asosan rafi o'qilish, maf'uliyatlik asosan nasb o'qish, mecruluk asasen kesir okuş meselesinde toxtunumuz. Endi Ca'a Zeydun el-Hasanu vecuhu meselesinde toxtunumuz. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecuhuda el-Hasan'ın tigide zimir yok. Hem badi güçlemi var. Ca'a Zeydun el-Hasanu vecuhuda birbilik ulumala el-Hasan'ın tigide zimir yok. Vecuhu el-Hasan'ın payda olup rapi okulgan deydi. Birbilik ulumala Ca'a Zeydun el-Hasanu vecuhuda el-Hasan'ın tigide ve degen zimir ve zayd qaytqan payil aşu vecuhu tigide zemirdin bedel dep qaraydı. Tigide zemirdin bedel dep qaragan. Bu rapi okuluş halde. Endi aman nasbu qılğan haleti Ca'a Zeydun el-Hasanu ve el-Vecha. El-Vecah. Bayki cazın el-Vecuhu el-Vecah kelgende mef'ulun bihki o'xshab nasb qılğan deymiz. Mef'ulun bih emas çünkü o pil lazım bo'lganlik uchun hasan degan. Hasunadan chiqqanlik uchun. Ma'rifika Ca'a Zeydun el-Hasanu el-Vecah kas mef'ulun bihki o'xshab nasb qildi. Vechan kasa temizlik asosan nasb qildi deb qaradi. Ammo jar'u majrur igrik qilib ishlab kelish desa Ca'a Zeydun el-Hasanu el-Vecihi
muzafillik asasen zırh kıldı. Ya ki Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihil abi. Vecihil abi dep iliplanlık kısımga muzaf boğalık asasen vecihi muzafillik olab zırh kıldı. Ca'a Zeydun el-Hasanu el-vecihu el-vecihi. Ca'a Zeydun el-Hasanu el-vecihi muzafillik. İzabıtı lebzüyle qatardım boğaçqa bula vurdu muzaf kılıblam kirse. İkinci Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihil abi. İliplamlık isim boğumusun muzafili iliplamlık isimga muzaf boğan isim qoğanlık üçün duruz. Amma qağan tötxil şekli duruz emas. O tötxil şeklini bayam deb öttüm. O tötxil şeklini yana qayt edilsek Ca'a Zeydun el-Hasanu vecihihi duruz emas. Vecihi gulamihi durus emez, vecihi ebin durus emez, el-Hasan vecihin durus emez. Ama mevsup nekir olsa, iliplamsız kelse, Ca'a Zeydun el-Hasanu debkemi, Ca'a reculun hasanun el-vecihi. Ca'a Zeydun, Ca'a reculun hasanul vecihi, hasanu vecihi, hasanul vecihi, hasanu vecihihi, hasanu vecihi gulamihi, vecihil abi, vecihi abin ve hasanu vecihin din ibaret mağlu durus bula vurdu. Mana bu sıfat-ı müşebbeninki ma'mullar bilen boğan ahvalları. Bugünkü dersimiz şu sıfat-ı müşebbe ve isim fail hakkında buldu. İnşallah kinki salik dersimiz taaccüp hakkında buldu. Biz kinki dersimizi piri taaccüptün başlayımız. Cümle taaccübiyedin. Şuna bugünkü dersimiz müşavelen ahirlaştı. Ve ahir da'vanan elhamdülillahi rabbil alemin.